Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Johnny Minecraft kanalida ko'rishib turganimdan xursandman do'stlar. Bugungi videoroligimizda bitta jitilli uyni qurib beramiz, ya'ni bosh qattadan quramiz. Uy mana shu yerda edi, lekin uni uyi buzildi, shuni sababidan ham unga yangi uy qurib beramiz do'stlar. U hozir qaysidir o'zining qishlog'iga ketgan. Bo'lmasa uni uyini qurib berishni boshlaymiz do'stlar. Xo'p, birinchi bo'lib biza polni qilib olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Polni mana shu blokdan qilib sal chiroyliroq ekanda. Shu do'stlar yaxshiroq qilib dekorativ qilamiz do'stlar uyini. Unga yoqish kerak do'stlar. Hop, ashgacha qilsak bo'ladi menimcha do'stlar. Yana bitta qilamizmi? Yana bitta qilaylik do'stlar. Muhimi unga yoqish kerak do'stlar. Hop do'stlar, mana shunday tarzda qilib chiqamiz. Do'stlar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Meni anaqa videomga like bosinglar do'stlar. Keyingi videolarda endi ko'p kommentariyasi like etgan yoki eng yaxshi kommentariy bo'lib yozilgan kommentariyalarni videolarimizda boshida ko'rsataman do'stlar. Xo'p, nima deysizlar? Jitilli uyni yaxshi qura olamizmi do'stlar? Xo'p, maksimalli harakat qilib quraman do'stlar jitilli uyni. Xo'p do'stlar, endi pauzada mana shu joylarni to'g'rilab chiqaman. Xo'p, mana do'stlar, mana shu yerni ham tugatib oldik. Endi devorlardan boshlaymiz. Devoriga xo'p, mana shu blokni qo'ysak bo'ladi. Sal chiroyliroq, chunki boshqa jitillarning uyi mana bunaqa blok bo'lsa, keyin yonboshlari mana bunaqa bo'lsa do'stlar, boshqalardan ajralib turadigan qilishimiz kerak-da. Shuning uchun ham endi yonboshiga, ya'ni mana bunaqa joyiga qo'ygan narsani qo'yishimiz kerak. Xo'p, endi xo'p, qayerda edi? Mana shu yerda. Xo'p, buni olaylik. Yo'q, bu bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi. Do'stlar, junglinikini olamiz ekan. Xo'p, mana shuni olib deb qo'yib chiqamiz do'stlar. Mana shuncha menimcha bo'ladi. Ha, bo'ladi do'stlar. Mana shunday tarzda qo'yib chiqamiz. Aqayam qo'yib ketdi. Bo'ldi do'stlar, mana shunday tarzda qo'yib chiqib, uyni dekoratsiyasini ham boshlab olsak bo'laveradi. Keyin maksimalni uyni chiroyli qilishga harakat qilaman do'stlar. Xo'p, endi yonboshlariga qo'yib chiqamiz bu bloklarni. Xo'p, mana shunday tarzda qo'yaylik. Bag'da bitta joy qolish kerak, chunki do'stlar, bilasizlar, uni derazani ham bitta uzunroq qilamiz, chunki chiroyli va dekorativ bo'ladi. Shuni sababiga do'stlar. Xo'p, uni buzib tashlaymiz. Do'stlar, aktivimiz ham juda ham yaxshi, xudoga shukr. Endi shunday qilib yana shunaqa videolarni ko'p prosmotr qilib, yaxshi like yig'ib bersanglar, bundan ham yaxshi videolar olamiz hali do'stlar. Xo'p do'stlar, nima deysizlar, Telegram kanal ochaymi? Davaychi 20 ta obunachi qilaylik, Telegram kanal ochaman do'stlar. 20 ta obunachi bo'lsin, Telegram kanal do'stlar. 20 ta obunachidan keyin Telegram kanal ochamiz. Hop, tepasiga qo'yib. Hop do'stlar, mana bu yonboshlarni ham yaxshigina bitirib olyapman. Endi hop, qaranglar, bunday qilamiz-da. Mana shu joyni Den Minecraftdan o'g'irladim do'stlar, to'g'rirog'i. O'g'irlash ma'nosida emas, hani shu ideyasini oldim do'stlar. Rahmat deb qolaman Den Minecraftga. Hop do'stlar. Hop, mana bularni to'g'irlab, eshik uchun alohida joy qo'yamiz do'stlar. Mana bu joyga blok qo'yish shart emas. Mana shu yerga qo'ymaymiz do'stlar. Faqatgina shu yerga, chunki mana bu yerlarni oynak bilan yopamiz do'stlar. Sal chiroyliroq tuyuladi. Hop, endi bizga oynak kerak bo'ladi, oynak do'stlar. Mana bunaqa blokli oynak bilan plitali oynak kerak bo'ladi. Birinchi plitalilarni uyda ichiga joylab chiqamiz do'stlar.
Hop, Minecraftda yomg'ir do'stlar. Hop, voy mana bu yerga qo'yapmiz do'stlar blok. Do'stlar, bitta gap aytmoqchiman. Agar 100 ta obunachi bo'lgan bo'lsa, stream qilamiz yoki 1 k obunachi bo'lgan bo'lsa, web kamera sotib olaman. Xo'p, kompyuterlar tayyor, faqat kompyuterga web kamera bilan ochmoqchiman-da. Xullas, web kamera bilan do'stlar, web kamera bilan video qilmoqchiman kompyuterda, videoyimda. Hop, ungacha endi sabr qilib turamiz. Mana shu joylarni joylaymiz do'stlar. Endi bizga eshik kerak bo'ladi. Hop, eshikni qanaqasidan qo'yamiz? Rangiga moslab qo'ysak, mana bu eshik to'g'ri keladi. Mana shu eshik ikkitalik qilib joylaymiz do'stlar eshikni. Endi tomni o'yladim do'stlar. Hop, xullas tomni mana shunday qilamiz. Kompot uzubi bor-ku, mana shuni tomidaqa mana shunaqa plita qo'yib, faqatgina tepasidagi mana bunaqa toshni sal o'zgartiramiz do'stlar. Plitani topib qo'yaman do'stlar, xos. Mana shu plita bilan qo'yamiz va chekkalarni o'rab chiqamiz do'stlar. Hop, sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Agar mana shu videoyimiz hop 15 ta like bo'lsa do'stlar, keyingi videoyimizda bironta qiziqarliroq video yoki do'kon qurish haqida video, o'shanaqa qilib Minecraftda yaxshiroq videolar olamiz do'stlar. Hop, menimcha bo'ladi. Endi tomni o'rashga anaqa blok olamiz do'stlar. Mana mashina blokni olamiz do'stlar. Hop, sizcha dekorativroq bo'ladi. O'ylab qaraganimdan ko'ra mana shu yerga qo'yaylik. Ey do'stlar. Hop, mana shu yerlarga qo'ysak bo'laveradi. So'ngra ichini dekorativ qilamiz. Ichini bezaymiz do'stlar. Bezaylik mana buni. Hop do'stlar, yechilam juda ham xursand bo'ladi. Uni uyi buzilib ketgandi va u xursand bo'lishi uchun shunday qilyapmiz. Hop, yaxshilab bezab qo'yamiz do'stlar. Ichini boshqa qishloqdagi uylarga qaraganda yaxshiroq bo'ladi do'stlar. Hop, bo'ldi. Menimcha tepasi bo'ldi do'stlar. Endi uyni ichkarilarini qilishimiz kerak. Hop, bitta divan qo'yaylik do'stlar. Bitta divan qo'yamiz. Hop, mana bular endi kerak emas do'stlar. Bitta divan qo'yamiz mana shu. Yomg'ir ham tindi do'stlar. Mana shu yerga bitta divan qo'yamiz. Hop, bu yerga bitta verstak shunaqa narsalar qo'yib qo'yamiz do'stlar. Verstak, sunduq, shunaqalar do'stlar. Hop, mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Verstak, sunduq. Hop, bu yerga pechka qo'yamiz do'stlar. Yo'q, bitta pechka qo'ymoqchi edim. Pechka qo'yamiz va bu narsalar pishirganga o'xshashi uchun mana bu narsani qo'yib qo'yamiz do'stlar. Bo'lmay qoldi. Bo'laveradi do'stlar, bu shart emas. Shart emas. Xo'p, endi mana bu yerlarga bir idish-tovoq qo'ygan narsalar qo'yib chiqamiz do'stlar. Xo'p, uning uchun bizga mana bu narsa kerak bo'ladi. Mana shuni, xo'p, qaysi rangidan? Mana shu rangidan olaylik. Mana shu rangidan ochilar ekan. Demak do'stlar, endi bizga mana bu narsalar kerak bo'ladi. Mana shu narsani olib, yo'q, xato qilib qo'ydim. Mana shu yerga qo'yib yopib qo'yamiz do'stlar. Xuddi bitta idish-tovoq shunaqa narsalar turadi do'stlar. Endi bizga kravat qaraylik, makka qo'yaylik. Mashga qo'yik.
Metta hop. Odam o'tirgan joy, конечно. Hop, buni uchun mana qaysi biridan? Mashinasidan olamiz. Hop, keyin bizga kerak bo'lgan narsa bitta stul qo'yamiz do'stlar. Do'stlar. Hop, bitta stul qo'yamiz. Hop, sunduq o'rniga olsak buni. So'ng yeri chiqilgan narsasini qo'ysak bo'ldi do'stlar. Bekka bitta bunaqa. Bekka hop qo'yamiz. Bitta buni bosib bu yerga ham bitta yo'q bosilib ketib qoldi do'stlar. Bu yerga ham bitta anaqa narsa qo'yamiz. Mana shuni qo'ysak bo'ldi. Bu yerda takoyimni o'tiradi. Endi bizga kiyim almashtirish uchun, ya'ni kiyimlarni qo'yadigan narsa kerak. Buni qayerdan topamiz? Qani ekan? Mana do'stlar. Shuni bir oddiy kiyimlarni qo'yib qo'yaveramiz do'stlar. Endi yechilmasami yo'qmi bilmayman. Hop. Mana do'stlar, bo'ldi. Mana bu yerga qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Do'stlar, mana yechilgan ham uyini yaxshi qildik deb o'ylayman. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bundan videolarimiz hali oldinda. Hammaga xayr deb qolaman do'stlar. Hammaga xayr.